Hozir ashi negativni oldiga pichoq olib ketyapman. Tilidan ketib qo'ydi. Xullas o'zimizni sharxonlik bo'lib turib, ko'zimni yonida ash fontani rostdan kesib bering deyapti. 2 xona uyingizga parda mendan deyapti. O'zi parda qiladi ekan, parda ilib beraman 2 xona uyingizga deyapti. Tanlab olasiz xohlaganingiz deyapti. Hozir o'sha bolamni yoniga ketyapman. Xullas gapiga javob qilarmikin? Ketdi, mana pichoqni olib ketyapman. Ha, mana. Assalomu alaykum. Selimki, gapingizga javob bera olasizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oldin siz gapingizga javob bering. Uka, gapingizga javob bering, men gapimga javob beraman. O'zingiz fanteziya emas, men o'zim fan topib qo'yganman. Shunday. Bo'ldi. Gap yo'q aka, oling. 10 ta nabor mendan, kesalmasa. Kesalmasa 10 ta nabor sizdan, agar kesib olsa 2 xona separda mendan. Bo'ldi. 10 ta naborni siz bilan meni podpischilarimga berib yuboramiz. Agar kesib olsa, sizni podpischilaringizni 2 xona separda beraman. Javobmi? Bo'ldi, javob. Bo'ldi, mana. Javob. Bu yerda. Ay, bismillah. Men nima dedim aka? Men nima dedim? Bo'ldi ekan, gap. Gap. Ikkita xonaga parda olsanglar, uchinchisi bekariga ekan. Zo'r.